Xo'p, davom etamiz. Xudo xohlasa shu qismda leksiyamizni tugatamiz. Oz qoldi. Keyin savollarga javob berishga ulgurishga ham harakat qilamiz. Ulgurmasak yana bitta konferensiya tashlab olamiz. Xo'p, boshlayveramizmikan? Yana bir hali ham odamlar qo'shilyapti-da. Ozgina kutamizmi? Xo'p, sekin boshlab turaveramiz. Qolganlarga kim ulgurmayotgan bo'lsa, qolganlarga zapisini tashlab berishga harakat qilamiz. Necha kishi bo'ldi? 23. Xo'p, davom ettirib turamiz. Ato hamma ham kech bo'lib qoldi vaqt, ko'pchilikni ham ishlari bo'lsa kerak. Tak. Oxirgi marta ko'rib chiqqanimizda o'sha amidaron dozalarini ko'rib chiqdik, to'g'rimi? Ya'ni amidaron bilan qanaqa tiklash haqida va unga qarshi ko'rsatmalarni gaplashib o'tdik. Endi biz keyingi gaplashadigan narsamiz bu kateterli ablatsiyalardan keyingi antikoagulyant terapiya qanaqa bo'ladi. Bu ham belgilab o'tilgan, o'zgartirishlar deyarli kiritilmagan. Bemorda har qanaqa kateterli ablatsiya amaliyotidan keyin, ya'ni u krioablatsiya bo'ladimi yoki radiochastota reablatsiya yoki yangi elektroporatsiya usullaridan bo'ladimi? Farqi yo'q. Ablatsiya amaliyotidan keyin amaliyot qanchalik muvaffaqiyatli bajarilganidan qat'iy nazar, barcha bemorlar kamida 2 oy antikoagulyant qabul qilishi shart. Chadvask shkalasidan ham qat'iy nazar. Ya'ni bemorda ablatsiya bajarildimi, o'zi ablatsiyadan oldin 3 hafta ichish shart. Ablatsiya bajarilgandan keyin, amaliyotdan keyin yana 2 oy обязательно bemor antikoagulyant preparat iste'mol qilishi shart. Bu birinchi klass rekomendatsiya S isbotlanganlik darajasi bilan belgilangan va 2 oydan keyin bemorning chadvask shkalasiga qarab turib bemorni antikoagulyant terapiyasi o'ylab ko'riladi. Bo'lmachalar fibrilyatsiyasi va endi maxsus holatlarga keldik. Maxsus holatlar haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Ko'p uchraydigan maxsus holatlarni bir nechtasini gaplashib o'tamiz. Eng ko'p uchraydigani bu albatta bo'lmachalar fibrilyatsiyasi va stentlash, yurak qon tomir, to есть koronar arteriyalar muammolari. Tak, birinchidan aytib o'tishimiz shart bo'lgan narsa, yozmaganman bu yerda, stabil stenokardiyali bemorlarda antiagregant berilmaydi. Ya'ni bo'lmacha fibrilyatsiyasi va stabil stenokardiyasi bor bemorlarda faqatgina antikoagulyant terapiya, antiagregant emas. Agar bemorda o'tkir koronar sindrom, infarkt yoki boshqa muammolar bor bo'lsa, unda o'sha taktika o'zgaradi. Tak, nimalar o'zgargan, nimalar bo'lgan? Primoy, ya'ni to'g'ridan to'g'ri primoy deb ketaveray. Antikoagulyant iste'mol qilayotgan bemorlar, ya'ni rivaroxaban yoki apixaban iste'mol qilayotgan bemorlarda antiagregantlar bilan birga qo'llash, to есть shunga показания bor bo'lsa antiagregant berishga yaxshiroq varfarindan ko'ra, ya'ni bemorda o'sha antiagregant berishga ko'rsatma bor bo'lsa, lучше bemor antikoagulyantlardan rivaroxaban yoki apixabanda qolgani ma'qul. Varfarindan ko'ra bu isbotlangan 1A rekomendatsiyamiz bo'yicha. Antiagregantlar bilan birga antikoagulyantlarni pasaytirilgan dozalarini berish kerak emas. Ya'ni masalan shunaqa ko'rganman, bemorda stent qo'yilgandan keyin antiagregant berishimiz kerak, endi antikoagulyant dozasini sal tushiraman, bo'lmasa qon ketib qolishi mumkin deb, вот чисто клинический мышленияda o'ylanadi. Da, logически o'ylab qaralganda to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin isbotlanishi bo'yicha isbotlanganlikda bu o'z isbotini topmagan, ya'ni hech qanaqa antikoagulyant dozasini tushirish kerak emas agar maxsus ko'rsatmasi bo'lmasa. Ko'rsatmalarni boya gaplashib o'tdik, ya'ni bemorda qaysi antikoagulyantni dozasini tushirishda o'zini показаниялari bor. O'sha ko'rsatmalar bor bo'lsagina antikoagulyant dozalari pasaytiriladi. Bo'lmasa antikoagulyantlar doimiy dozasida qo'shimchasiga antiagregant qo'shiladi. Bu 3-klass rekomendatsiya, ya'ni shunaqa qilmanglar, rostdan ham pasaytirmanglar degan. И varfarin antiagregantlar bilan birga qo'llanilayotgan bo'lsa, ya'ni bemor varfarinda qolishi shart, masalan mitral klapanida stenozi bor yoki mitral klapani mexanika bo'lsa, unda MNO 2-3 emas, 2-2,5 oralig'ida ushlanishi kerak, ya'ni 0,5 pastroq ushlanishi
ma'qul deb belgilangan. Bemorda o'tkir koronar sindrom yoki nestabil stenokardiya bo'lsa va bemorda amaliyotlar bajarilsa, ya'ni stentirование yoki stentlash, ballonga plastika yoki ochiq operatsiyalar, o'sha bypass operatsiyalar bajariladigan bo'lsa koronar arteriya orqali qanaqa dozalarda beriladi, qancha vaqtda, bu har doim asosiy muammolardan biri bo'lib kelgan. Bu safar ham o'zgargan ozgina, juda katta o'zgarish bo'lmagan. Agar bemorda bo'lmasa fibrillatsiyasi bor bemorda PCI stentirniya bajarilsa, bemorda klopidogrel, ticagrelor yoki prasugreldan ko'ra antikoagulantlar bilan birga ishlatish afzalroq deb topilgan. 1A rekomendatsiyaga chiqqan. Ya'ni klopidogrel ishlatsa antikoagulant bilan birga qon ketishi xavfi ancha pastroq. Bu isbotlangan, bu o'sha bir necha randomizatsiyalangan nimalarda, triallarda, ya'ni tajribalarda. Demak, bemorga stent qo'yildi, bu bemorda bo'linchalar fibrillatsiyasi bor va stent qo'yildi. Unda nima qilamiz? Bir hafta davomida bemor traynoy ichadi, ya'ni antikoagulant va двойной antiagregant, ikkitalik antiagregant aspirin va klopidogrel deylik, желательно. Klopidogrel, aspirin va antikoagulant ichadi bir hafta to'liq. Bir haftadan keyin hech qanaqa qon ketishlar bo'lmasa, bir haftadan keyin aspirin to'xtashi mumkin. To'xtaydi. Bu ideal. Va bu 1 yil davomida davom etadi. Ya'ni 1 yil davomida bemor antiagregantlardan klopidogrel, желательно va bitta va antikoagulant qabul qiladi 1 yil. 1 yildan keyin esa hammasi joyida, hammasi tinch bo'ladigan bo'lsa, o'sha antiagregant to'xtaydi, ya'ni klopidogrellar to'xtaydi. Bu yog'iga bemor faqat antikoagulantda qoladi. Agar o'tkir koronar sindrom va juda yuqori ishemik risk bo'lsa, unda birinchi o'sha 1 haftalik davomida emas, 1 oygacha ichishi mumkin. Ya'ni o'sha qiyin stentirniya bo'ladigan bo'lsa, 1 oygacha uzaytirilishi mumkin. Lekin bu 2A, birinchi 1 emas klassi. 2A ni 1ga o'tish ehtimolligi oson barabir. 1 oy, 1 oydan keyin aspirin to'xtaydi. Aspirindan keyin 1 yil, 1 yildan keyin yana faqat antikoagulantni o'zi qoladi. Va kстати, bemorda o'sha PCI, ya'ni CKV yoki o'sha nima bajarilsa ham, ochiq operatsiya bajarilganda ham shunaqa taktika. Agar bemorda yuqori ishemik risk bor, lekin bemorda o'sha o'tkir koronar sindrom, lekin stent bilan tiklanmadi, to есть stent qilinmadi bemor, lekin shunaqa o'tkir koronar sindrom bor edi va yuqori ishemik risk saqlanib qoldi. Unaqa bo'ladigan bo'lsa nima qilinadi? Bunda 6 oygacha olti oygacha shu aspirin 1 haftada to'xtagandan keyin 6 oydan keyin faqat boshqa narsa aytyapman. Uncomplicated, qiyin bo'lmagan CKV bajarilsa 6 oyda to'xtashi ham mumkin. O'sha klopidogrel 6 oydan keyin faqat bitta antikoagulant o'zida qolishi mumkin. Agar bemorda o'sha AKSH amaliyoti bajarilsa va yuqori ishemik risk bor bo'ladigan bo'lsa, Chatlask bo'yicha, unda 1 oy o'sha xuddi CKV, qiyin CKV bo'lgandagi 1 oygacha 3 talikda qolishi mumkin va undan keyin 6 oygacha 2 talikda, 6 oydan keyin esa faqat antikoagulantda qolishi mumkin. Prinsipe O'zbekiston sharoitida o'zimizda o'ylab qaraydigan bo'lsak, hammasini qila olishimiz mumkin, hammasi bizga to'g'ri keladi. Ya'ni bemor CKV bo'ldi, hammasi joyida, hammasi yaxshi, oson CKV, qiyin CKV emas va boshqa nestabil joylari qolmadi. Bemorda o'sha 1 hafta traynoy ushlab, 1 haftadan keyin aspirin to'xtatib 1 yilgacha двойной, ya'ni bitta klopidogrel bilan antikoagulant va 1 yildan keyin faqat antikoagulantni qoldirishimiz mumkin. Agar bemorda qiyin CKV bo'ladigan bo'lsa, unda 1 oygacha traynoyda ushlab, 1 oydan keyin aspirin to'xtatib, 1 yil yoki 6 oy kutib, 6 oydan keyin faqat antikoagulantni qoldirishimiz mumkin. Bemorda agar AKSH bajariladigan bo'lsa va qiyin AKSH bajariladigan bo'lsa, unda o'sha bemorda 1 oygacha traynoy, 1 oydan keyin 6 oygacha двойной, ya'ni antikoagulant va klopidogrel va 6 oydan keyin faqat antikoagulant o'zi qolishi mumkin. Xullas, to'xtash ketma-ketligi dastlab aspirin,
undan keyin keyingi ancha kirgan желательно klapsa kiril to'xtaydi. To'xtash davomiyligida birinchi stabil bo'ladigan bo'lsa bemorda ЧКV stabil bemor, ЧКVdan qiyin ЧКV bo'lmadi, ya'ni qiyin stenziyani emas, bir hafta qiyin stenziyani bo'lsa bir oy, AKШ bo'ladigan bo'lsa bir oy, qiyin AKШ bo'ladigan bo'lsa bir oyda aspirin to'xtaydi. Keyingisini to'xtashi agar ЧКV bo'ladigan bo'lsa 1 yil yoki 6 oy, AKШ bo'ladigan bo'lsa 6 oy. Xo'p, operatsiyadan keyin bo'ladigan bo'lmachalar fibrilyatsiyasi, ya'ni ochiq amaliyotdan keyin bu yerda nazarda tutilgan, ya'ni yurakdagi ochiq amaliyotlardan keyin uchraydigan bo'lmachalar fibrilyatsiyasi. Bu uchrab turadi, yangi исследованиялар ketyapti. Tushunishimiz bo'yicha ko'rdim bir necha исследованияларni. Bu narsani oldini olish uchun agar bemorda o'sha bo'lmachalar fibrillatsiyasi bor bemorlarda amaliyotdan keyin bo'lmachalar fibrillatsiyasi paydo bo'lish riski baland bo'ladigan bo'lsa, unda bemorda o'sha operatsiyadan oldin ham amiyodaron boshlash tavsiya etilgan 1A. Agar bemorda bo'lmachalar fibrillatsiyasi oldindan yo'q, lekin bemorda o'sha perikardiotomiya bo'lishi rejalashtirilgan bo'lsa, ya'ni o'sha perikard va yurakni qaysidir qismiga tiq tegiladigan bo'lsa ham, bu o'sha bemorda anti aritmik preparatlarni boshlashga ko'rsatma bo'lishi mumkin deb yozilgan. Bu 2A. Va yana bir qiyin suvchilarimizdan biri homiladorlik va bo'lmachalar fibrillatsiyasi. Agar homilador ayollarda bo'lmachalar fibrillatsiyasi aniqlansa, bo'lib qolsa, nima qilamiz? Qanaqa taktika? В принципе, unaqa juda qiyin emas eslab qolishga. Homiladorlarga mumkin emas amiyodaron. Homiladorlarga mumkin emas primoy antikoagulantlar. Ya'ni homiladorlarga amiyodaron nazorat qilishimiz mumkin emas. Qarshi ko'rsatma va homiladorlarga antikoagulantlar, rivaroxaban, apixabanlar mumkin emas. Nima qilamiz? Homiladorlarda antikoagulant sifatida enoksiparin, to есть o'sha nizkomolekulyarniy geparinlarni ishlatishimiz mumkin yoki varfarin ishlatishimiz mumkin. Faqat varfarin qachon ishlatiladi? Varfarin birinchi trimestrda mumkin emas va oxirgi trimestrning ikkinchi yarmida, ya'ni 36-haftadan keyin mumkin emas. Ikkinchi trimestr va 3-trimestrning boshida varfarindan foydalanishimiz mumkin. Bemorda antiaritmik preparatlardan bitta bir blokatorlari chastota nazorati uchun, to есть chastota kontrol uchun mumkin. Ritm kontrol uchun agar chastota kontrolimizni o'zi yordam bermasa, ya'ni bemorda o'sha shikoyatlar xavfi, homilani va onani hayotiga xavf solayotgan nimalardan aniqlanayotgan bo'lsa, unda ritm nazorati uchun flikoinid yoki propafenondan foydalanishimiz mumkin. Va homiladorlarda bemalol elektrik kardioversiya o'tkazish mumkin, muammolar yo'q. Xo'p, xulosa sifatida nimani aytishimiz mumkin? Care sistemasini ishlashi agar ideal ishlaydigan bo'lsa, bunda har qanaqa bemorni bo'lmachalar fibrillatsiyasi bilan bo'lgan bemorni hayot sifatini bir necha marta yaxshilash va bemorni bu shikoyatlardan xolis qilish mumkinday ko'rinadi. Как всегда, yangi rekomendatsiya, yangi algoritmlar har doim wow-day ko'rinadi. Yana bir marta eslab qo'yishimiz kerak. Care sistemasi C, bu biz o'sha qo'shimcha va xavf omillari va qo'shimcha kasalliklarni oldini olishimiz, kamaytirishimizga qaratiladi. Yurak yetishmovchiligi, semizlik, diabet kabi, alkogol. Bu antikoagulant terapiyani vaqtida boshlash, chalva shkalasiga qarab antikoagulantlarni to'g'ri tanlash va ularni vaqtida to'g'ri dozada boshlash. Transezofagial ekokardiografiya ham o'sha aynan taktikasiga kiradi. Eslab qolishlaringizni iltimos qilardim. O'sha bu o'sha ritm yoki chastota kontrol, to'g'ri preparatlar bilan to'g'ri vaqtda to'g'ri taktikani tanlash juda muhim. Va bu bemorni o'sha antikoagulant va umuman terapiyasini baholash va qayta dinamikada qayta baholash nazarda tutilgan. Shu bilan bugungi ma'ruzamiz tugadi. Hammaga rahmat. Savollar bo'lsa, marhamat, savollarni ko'rib chiqamiz. Telegram guruhda bir necha savollar kelgan. Hozir birinchi shularga javob berib o'tsak,
Undan keyin qolgan savollarga javob berib o'tamiz. Так. Chat, da, chatda yozsanglar bo'ladi qisqacha savollaringizda. Agar kimda Telegram guruhga dostуп yo'q bo'lsa, Telegram guruhda kim yo'q bo'ladigan bo'lsa, chatimizga yozsanglar, shu konferensiyani Zoom chatiga, unga ham javob berishga harakat qilamiz. Tak. Xo'p, savollar. Birinchisi, subklinik FPda antikoagulantlarga ko'rsatma bormi? OAKga, то есть antikoagulantlar, to'g'rimi? Xo'p, subklinik FP bu hali FP aniqlanmagan degani. Bu hali qabul qilingan klassifikatsiya emas. Va subklinik FPda umuman o'zi FPni formalari bizga antikoagulant terapiyani boshlashimiz uchun ko'rsatma bo'la olmaydi. U постоянный forma bo'ladimi, то есть doimiy shaklimi, persistent shaklimi, paroksimal shaklimi farqi yo'q. Biz rekomendatsiyada yozib qo'yibdi aynan shu joyini. FP turlari temporal nimalar yozib qo'yibdi, o'sha temporal patterns yozib qo'yibdi. FPni turlari antikoagulant terapiyani boshlashga показания bo'ladi. Unga qarab antikoagulant terapiya tanlanmaydi. Antikoagulant terapiya чисто chadva skalasiga qo'yasiz, marhamat. Shunga qarab tanlanadi. Так, bu birinchi savol. Keyingi savol. FPni davomiyligini bilmasak, umuman ishodniy EKGlari bo'lmasa, biz FPni turini aniqlab olishda nimalarga e'tibor beramiz? EKG klinika. Tak, xo'p, keyingi bu ikkinchi savol ekan. Birinchisi, zo'r savolda FPni bu ko'p uchraydi, ko'p bo'ladi, chunki bemor o'zi sezmaydi, o'ziga bilinmaydi, qachon boshlanganini ham bilmaydi. Bunda sizga kelgan vaqtdan boshlab hisoblaysiz qancha vaqtda to'xtashini. Va tiklash kerakmi yo'qmi degan savolga albatta eho, kstati, men shu joyini aytaman deb esimdan chiqdi. Leksiyaga kiritganman aslida. Diagnostikasida, FPN diagnostikasida bu rekomendatsiyalarimizda yangiliklardan, asosiy yangiliklardan biri har qanaqa FPda diagnostikasida ekokardiografiya, transtorakal ekokardiografiya majburiy qilindi. Ya'ni FPmi ekokardiografiya qil degan narsa kiritilgan yangi rekomendatsiyada. Albatta o'sha chap umuman bo'lmachalarni hajmiga, razmerlariga, ya'ni qaralishi kerak, klapanlar ahvoliga, yurak yetishmovchiligiga qaraladi va tiklashga harakat qilib ko'riladi. Mumkin bo'lsa, конечно. Так. Leksiyaga kechroq hozirgi vaqtda qon ketish shkalasi Hasblattdan foydalaniladimi? Или modifitsирующий потенциально, modifitsирующий, nemodifitsирующий faktor risklarini korreksiya qilish foydalaniladimi? Чисто bo'lmachalar fibrillatsiyasi uchun hali ham Hasblatt shkalasi ishlatiladi. Siz aytgan narko modifitsирующий, nemodifitsирующийlar ular boshqa kasalliklarda ishlatilishi mumkin, lekin чисто hali ham bo'lmachalar fibrillatsiyasidan antikoagulant terapiya berilayotganda qon ketish xavfli Hasblattga qarab hali ham aniqlanadi. FP doimiy formasida qanaqa antiaritmik preparatdan foydalanish ma'qulroq? O'zi doimiy formasida FPni sinus ritmiga o'tkazishga harakat qilish kerakmi, yo'qmi? Mayli, og'riqli savol deb beribsiz. FP doimiy formasi, yana qaytarib aytaman, qachon qo'yiladi? Qachonki tiklashga harakat qilindi, bir necha marta tiklandi ham foydasi bo'lmayapti, yana qaytib darhol strif beryapti, ko'pga bormayapti yoki tiklanmayapti вообще. O'shanda постоянный forma qo'yiladi. Siz bemorni fibrillatsiyasini tiklamoqchimisiz, to есть sinus ritmini tiklamoqchimisiz? Demak, bemorga постоянный forma diagnoz qo'yilmaydi. Исходно persistирующий либо yoki длительно persistирующий forma diagnoz qo'yiladi. Tiklashga harakat qilib ko'rang. Bemor rozi bo'lsa, tiklanmasa, tiklash iloji bo'lmasa yoki tiklangandan keyin ham yana strif berayotgan bo'lsa, unda doimiy forma qo'yiladi. Doimiy forma qo'yildi degani bemorda sinus ritm tiklashga hech qanaqa harakat qilinmaydi boshqa degani. Va bu bemorda naborot, aksincha, sinus tiklanib qolmasligiga o'z-o'zidan ham harakat qilinishi kerak va bemorga amidaron, to есть ritm tiklaydigan preparatlar berilishi mumkin emas. Amidaron, flikainid, propafenon kabi preparatlardan foydalanilmaydi doimiy formada. Chastota kontrolga o'tiladi doimiy formada. Chastota kontrol bu o'sha beta blokatorlar, digoksin, agar o'sha fraksiya yaxshi bo'ladigan bo'lsa, diltiazem yoki verapamil kabi preparatlar, ya'ni AV o'tkazuvchanligini pasaytiruvchi preparatlardan foydalaniladi.
Amiodaron bu oxirgi liniya qo'shimcha preparat deyilgan, no желательно kerak emas. Chunki agar vdруг qachondir kelib o'z-o'zidan ritm tiklanib qolsa, ichkarida bor tromb yoki bir narsalar uchib chiqishi mumkin yoki sinus tuguni уже allaqachon uxlagan bo'lsa, ya'ni bosilib qoladi. Bo'lmacha fibrillatsiyasi davomida sinus tuguni doim bosilib turadi va bilamiz, bo'lmacha fibrillatsiyasining asorat sifatida ham sinus tuguni disfunksiyalari kelib chiqadi. Ritm tiklangan vaqtda sinusdan impuls chiqmasdan bradikardiya, kuchli bradikardiya astaliyaga ketib qolish ehtimolligi ham bor. Shuning uchun постоянный forma qo'yildimi, diagnoz bo'ldi. Bemorda ritm kontrol tanlanmaydi. Qaytib sinus ritmni tiklashga harakat qilinmaydi. Так, birinchi savol. Doimiy turda kardiostimulyatör qo'yish bemor holatiga qay darajada ta'sir qiladi? Tak, agar bemorda doimiy tur tanlansa va bemorda kardiostimulyatör qo'yishgacha yetib borgan bo'lsa, ya'ni har xil kombinatsiyadagi antiaritmik preparatlarimizda ham, o'sha chistota kontrolga qaratilgan preparatlar kombinatsiyasida ham bemorda shikoyatlar saqlanayotgan bo'lsa, jostki kontrolda ham yoki bo'lmasam bradiformalari ko'p uchrayotgan bo'lsa bemorda, то есть taxibradi sindrom, bradikardiyalar uchrayotgan bo'lsa bemorda, unda EKS implantatsiya qilinishi mumkin. Bu kardiostimulyatör implantatsiyasi bemor hayot sifatini ancha yaxshilab berishga qaratilgan bo'ladi. Agar u bradikardiya tufayli qo'yilgan bo'lsa, kardiostimulyatör, unda bemorda o'sha bosh aylanishlar, hushdan ketishga belgilari yo'qoladi. Agar chistota kontrol qilish, ya'ni ava tugunni kuydirib tashlab kardiostimulyatör qo'yiladigan bo'lsa, yangi rekomendatsiya bo'yicha kardiostimulyatör emas, CRT qo'yiladi. O'zi qo'yibdi, допустим, kardiostimulyatör qo'yish bo'lsa, bemorda klinik jihatdan juda yaxshi o'zgarish bo'ladi. O'zimiz bir necha marta qilganmiz bu usulni. Bemorlar prям zo'r ulучшение, chunki kardiostimulyatör ritmichniy pulsni ta'minlab beradi-da. O'zida aritmiya bo'layotgan. Lekin qaytaraman, bu oxirgi liniya chora hisoblanadi. Ungacha hali arsenalimizda ancha preparatlarimiz bor bo'ladi. Doimiy turda chastota kontrolini beta blokada, digoksin, verapamil bilan ushlab tura olamizmi? Da, shu narsa yozilgan o'zi. Doimiy turda beta blokator bilan, digoksin bilan ushlang. Agar yetmasa, keyin qo'shimcha diltiazem, verapamillarni agar fraksiya vibratsiyasi past bo'lmasa qo'shishingiz mumkin. Kombinatsiyada birga berishingiz mumkin deb yozilgan. Agar shularni kombinatsiyada berganda ham agar iloji bo'lmasa, ya'ni bemor shikoyatlari ko'p bo'layotgan bo'lsa, unda albatta o'sha oxirgi chora sifatida qo'llanilishi mumkin kardiostimulyatör yoki CRT implantatsiyasi. Tak, diagnostika qismida aytildi. 12 kanal EKG bo'lsa 10 soniya, 1 kanal EKG bo'lsa 30 soniyada kam bo'lmasligi kerak deb. Nima uchun vaqt ikki xil? 1 kanal EKGda vaqt uzoqligiga sabab aniq FPM yo'q, ajratib olish uchunmi? Xuddi shunday sababi. Artefakt degan narsa bor har qanaqa EKGda ham. Bir kanal EKGda bittagina kanalimiz bor. U artefakt bo'lyaptimi, yo'qmi? Buni aniq ajrata olmaymiz. 12 ta kanalda bitta kanalimizda artefakt bo'lishi mumkin, ikkitada artefakt bo'lishi mumkin, lekin 12 ta kanalda birdaniga artefakt bo'lishi qiyinroq bo'lgani uchun ajratilgan, shu vaqti belgilangan 30 soniya yoki 1 daqiqa deb. То есть 10 soniya yoki 30 soniya deb. O'zbekistonda qaysi turdagi ercha qo'llaniladi? Qaysi turdagi ercha nisbatan effektiv sanaladi? Erchani turini tanlash aynan nimaga e'tibor beriladi? Zo'r savol. Qaysi turda kateterli ablatsiya qilinadi demoqchisiz? Menimcha O'zbekistonda shu vaqtgacha yaqingacha faqat radiostotali ablatsiya ishlatilgan. Biz ham yiliga bir necha marta qilamiz bu operatsiyalarni. Navigatsion sistemalar bilan zamonaviy. Tak, hozirgi kunga kelib o'tgan yildan boshlab O'zbekistonda krioablatsiya ham yo'lga qo'yildi. 25-yildan boshlab pulsed field ablation yo'lga qo'yilishi kerak edi, lekin menimcha hali bo'lmadi elektroporatsiya, lekin hozircha krio va radiostotali ablatsiya va ikkalasining kombinatsiyasi ishlatilib turilibdi. Qaysini tanlashimiz nimaga bog'liq? Qaysini tanlashimiz bu birinchidan bemorni afsuski O'zbekistonda finansiy sharoitiga ko'p narsa bog'liq. Chunki krioablatsiya qimmatroq. Ikkinchidan anatomiyaga ko'p narsa bog'liq. Chunki kriobalon ablatsiya, bunda bu balon faqat o'sha o'pka venalarini ichiga kirib, o'shani ustiyasini izolyatsiya qiladi. Uni plyus taraflaridan birinchi eng katta plyusi gap deymiz, o'sha
izolyatsiya bo'lmay qolgan joylarni qolib ketish ehtimolligi kam bo'ladi. Chunki u ballon kirib, venani ustchasini qoplab turadi va muzlatiladi. Radiostotali ablatsiyada gap qolib ketish ehtimolligi bo'lishi mumkin. Krioda kamroq. Lekin krioni kamchilik tomonlaridan birinchi eng kattasi, agar bemorda общий kollektor bo'lsa, ya'ni bilamiz 4 to'pka venasi bor, o'ng va chap yuqoriga va pastga. Ikkita vena bir-biriga kelib o'sha bo'lmachaga quyilishdan oldin bir-biri bilan bog'lanib, keyin venaga quyilgan bo'lsa, ya'ni bitta kollektor bo'lib quyilgan bo'lsa, unda ballon krioablatsiya gap qolib ketish ehtimolligi yuqori bo'ladi bunda. Shuning uchun ham общий kollektorda krioablatsiya noqulay va hozirgi kunda ablatsiya vaqtida faqat izolyatsiya emas, balki qo'shimcha boshqa zonalarni kuydirish ham qo'llaniladi. Masalan, box lesion, ya'ni yuqorigi stenkasini, yuqorigi devorni, chap bo'lmachani kuydirish va KFI niskoamplitudniy joylarni topib kuydirish kabi usullar qo'llaniladi va bularning effektivligi ham yaxshiroqligi isbotlangan. Shuning uchun ham radiostotali ablatsiya har doim variant hozircha. Pulse field ablation hozirgi kunda kelajak deyilyapti, chunki birinchidan juda ham yaxshi vaqtni tejab beradi, tez bo'ladi, imkoniyatlari ko'p, lekin hali oxirigacha isbotlab bo'lib rekomendatsiyalarga kirgan usul emas hozircha, lekin o'ylashim bo'yicha oz qoldi. Kelajak pulse field ablationniki mening nazdimda. O'zbek FPda Hasblade'ning ham ahamiyati bormi hozir? Bu haqida aytilmadi, ahamiyatini yo'qotganmi? To'g'ri, FPda Hasblade haqida men hozir aytib o'tirmadim. Menimcha vaqtimiz yetmagani uchun, chista qon ketib bo'lgandan keyingi kontrol yozilgan, lekin aynan Hasblade'ga qarab turib, ya'ni antikoagulant tanlayotganimizda Chadvask va Hasblade'ga qarab tanlashimiz yozilmagan. Chadvaskga qarab tanlaymiz qon ketgandan keyin. Hasblade, ne знаю, men rostdan 24-yil rekomendatsiyasida Hasblade haqida gap ko'rmadim вообще. Chestna Hasblade haqida gap ko'rmadim. Может, ishlatilmasa kerak. Yana ham bilib bu haqida обязательно video qilib qo'yaman. Yo'q, lekin Hasblade haqida yozilgan joy. Tak, doimiy turda chesis kontrolda beta-blokator degasining kuchi yetmasa, verapamidaga qarshi ko'rsatma bo'lganda qanaqa medikamentoz davo qo'shimcha bo'lishi mumkin? Bemor har qanday turdagi operatsiyalarga rozi. Tushunarli, agar doimiy turda digoksin beta-blokatorlarning kuchi yetmadi, verapamilon diltiazimga qarshi ko'rsatma bo'lsa, unda bemorda o'sha radiostotali ablatsiya qilib birinchi kardiostimulyator yoki желательно CRT apparati implantatsiya qilinadi va undan keyin bemorni AV tuguni kuydirib tashlanadi. Kardioversiya qilishdan ilgari yurak glikozitlari qilingan bo'lsa, uni ta'siri qanday bo'ladi? Qilishdan oldin. To есть kardioversiya qilishdan oldin yurak glikozitlari qilingan bo'lsa, вообще kardioversiya qilishdan oldin antiaritmik preparatlarni bo'lgani ma'qul, qachonki o'sha ritm kontrol qiladigan antiaritmik preparatlar qonda bo'lsa, bu yaxshi. Rejali kardioversiya bo'lsa. Lekin digoksin bu faqat AV tugunni o'tkazuvchanligini pasaytirishi aniqlangan. Muammo yo'q. Agar digoksin fonida kuchli bradikardiya ketayotgan yo'q bo'lsa, elektrik kardioversiyada hech qanaqa muammo bo'lishi kerak emas. Beta blokator va digoksin maksimal dozda bo'lib javob yozilgan. Tak, ERA simptomlar klassifikatsiyasidan amaliyotda tashxis qo'yishda foydalaniladimi? Tashxis qo'yishda foydalanilmaydi. Ya'ni ERA risk shkalasi bundan oldingi rekomendatsiyada kiritilganda, bu rekomendatsiyada ham bor. Tashxis qo'yishda ishlatilmaydi, taktika tanlashda ishlatilishi mumkin. Ya'ni bemorning shikoyatlarini qanchalik выраженныйлigi, qanchalik yaqqol bo'layotganligiga qarab turib, o'sha taktika tanlashimizda dalshi kontrolimizni kuchaytiramizmi yo'qmi, jostki kontrolga o'tamizmi yo'qmi yoki keyingi etapga o'tamizmi yo'qmi ishlatilishi mumkin, lekin primoy o'sha tashxis qo'yishda ishlatilmaydi. Ya'ni tashxis qo'yayotganda bo'lmachalar fibrillatsiya palonchi forma qo'yilgandan keyin обязательно uni tagidan risk shkalasi qo'yish shart emas.
Biza faqat O'zbekistonda menimcha diagnoz qo'yishni qiyinlashtiramizda. Amerikada diagnozlar, bizada masalan asosiy, yondosh, konkurriruющий, qo'shimcha, asorat, balo, battar turlari borda diagnozimizda. Amerikada prosta bir boshidan boshlab hamma kasalliklarni yozilishi kerak bo'lganini yozib qo'yadi, bo'ldi. Biza qiyinlashtirib o'tiramiz. Shunaqa. O'zim esa bo'lmachilar fibrillatsiyasi diagnozini qo'yganimizdan keyin man va man jamoa ishlaydigan bo'lmachilar fibrillatsiyasi yoki bo'lmachilar titrashi diagnozini qo'yganimizdan keyin albatta chadvask va hasblachkasini qo'yamiz. Hozirgi endi chadva s yo'q, hasblatni qo'yamiz. Menimcha savollarimiz tugadi. Beta blokator kuchi yetmasa deganingizda siz maksimal doza chiqqandan keyingi holatni nazarda tutyapsizmi? Xuddi shunday, beta blokatorning maksimal dozasiga chiqqandan keyin, unga keyin digoksin qo'shilgandan keyin, u ham maksimal dozaga olib borilgandan keyin ham bemorda aritmiyaga shikoyatlar qolayotgan bo'lsa, unda keyingi etapga o'tiladi-da. Shuni nazarda tutdim. Menimcha bo'ldi. Bo'ldimi? Savollaringiz yo'qmi? Hammaga katta rahmat. Vaqtlaringizni ajratganlaringiz uchun xursand bo'ldim. Savollar bo'lsa eshitaman. Katta rahmat, Sunnatullo O'tkirich. Juda ham qiziqarli, juda ham foydali ma'ruza uchun. Sizdan keyingi ma'ruzalarni kutib qolamiz. Rahmat, xudo xohlasa. Katta rahmat. Tez orada. Savollaringiz yana bo'lsa, gruppaga yozinglar. Iltimos qilamiz Sunnatullo O'tkirichdan. Keyinroq mabodo nima bo'lsa agar o'sha yozma ravishda javob bersangiz ham ancha foydali bo'lar edi. Katta rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar, rahmat.